Rossiyadagi mehnat muhojirlari uchun. Sen ishlayapsan, hujjat bilan ovora bo'lishni bizga ishon. Hammasi 100% qonuniy, rasmiy va baza orqali tekshiriladi. Трудовой договор 1 yillik. Уведомление tez va ishonchli. Registratsiya 3 oy, 6 oy, 9 oy yoki 1 yil. Hujjatlaringiz rasmiy tarzda tayyorlanadi. Hoziroq ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qiling va hujjatlar muammosidan qutuling. Zelenskiy tinchlik bitimi evaziga Donbassdan Ukraina qo'shinlarini olib chiqishni rad etdi. Ukraina rahbari Rossiya Donbassning qariyb 20% egallagani, Kiyevning qayerda turgan bo'lsak, shu yerda qolamiz pozitsiyasini o'zgartirmasligini ta'kidladi. Bu katta murosa. Rossiya bizga murosa sifatida nima taklif qilmoqda? Ular nimaga tayyor? Ular biz sizning boshqa hududlaringizni egallab olmaslikka tayyormiz dedi. Lekin bu terrorizm. Ruslar, men sizni o'ldirmaslikka tayyorman. Bizga butun Donbassni bering deyishyapti. Bu nimani anglatadi? Bu murosa emas, bu ultimatum, dedi Vladimir Zelenskiy. Zelenskiy mustaqillik evaziga murosa bo'lmasligini va ruslarning takroriy ultimatumini qabul qilmasligini ta'kidladi. Zelenskiy frontdagi Shimoliy Koreya askarlari 10,000 nafarni tashkil qilishini aytdi. Shimoliy Koreya askarlarining zamonaviy gibrid urush haqidagi bilimga ega bo'lishi juda xavfli. Ular raketalarga, turli xil dronlarga, shu jumladan optik tolali dronlarga va uzoq masofaga uchuvchi samolyotlarga qarshi turishni o'rganmoqdalar, dedi Vladimir Zelenskiy. Donald Trump Eronning yadroviy obyektlariga keng ko'lamli zarbalar berish variantini ko'rib chiqmoqda. ABC News. AQSh ma'muriyat rahbari shuningdek, Eronning harbiy va hukumat obyektlariga zarba berish rejasini ham o'rganmoqda, deya xabar bermoqda nashr. AQSh rahbari Donald Trump Ukrainada davom etayotgan urush sababli Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni yana 1 yilga uzaytirdi. RIA Novosti. Men Xitoy va Rossiyaning tinchlik kengashiga qo'shilishni istardim. Ular taklif qilingan, dedi Donald Trump. Eron yadroviy dastur masalasida AQSh bilan kelishuv tuzishi uchun ko'pi bilan 10-15 kun yetarli. Agar Eron AQSh bilan kelishuvga erishmasa, u bilan juda yomon voqealar sodir bo'ladi, dedi Donald Trump. AQSh senatori Lindsey Graham: agar Eron qulasa, yahudiylar 47 yildan beri birinchi marta xavfsiz yashash imkoniga ega bo'ladilar, deb ma'lum qildi u. AQSh Alyaska yaqinidagi Rossiya samolyotlari harakati sabab qiruvchi samolyotlarni havoga ko'tardi. Reuters agentlik xabariga ko'ra, Rossiyaning 2 ta Tu-95 bombardimonchisi, Su-35 qiruvchisi va A-50 uzoq masofali radar kuzatuvchi samolyoti Alyaska sohillari yaqinidagi havo hujumidan mudofaa zonasiga kirganidan so'ng, Shimoliy Amerika havo kosmik mudofaa qo'mondonligi ularni kuzatish uchun F-16 va F-35 qiruvchi samolyotlarini havoga ko'tardi. Harbiylarning ma'lum qilishicha, Rossiya samolyotlari xalqaro havo hududida qolgan va AQSh yoki Kanada havo chegarasini buzmagan. Kim o'zi u? Dmitriy Medvedev Kaya Kallasning hamkasblari orasida o'rni yo'qligini aytdi. Siz Kaya Kallasni tilga oldingizmi? Kim o'zi u? Hatto hamkasblari ham bu odam bilan gaplashmaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Yevropaning ko'plab mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari u bilan muloqot qilmaydi. Hatto AQSh davlat kotibi ham, degan Rossiyaning sobiq rahbari. Eron AQSh bilan kelishuv doirasida uranni boyitishni 10 yilga to'xtatishi mumkin. New York Times gazetaning Tehron va Washington o'rtasidagi muzokaradan xabardor manbalari yadro dasturi bo'yicha kelishuv Eronning uranni boyitishini 10 yilgacha to'xtatishga rozilik berishini, yuqori darajada boyitilgan uran zaxirasini topshirishni hamda kelgusida boyitishni fuqarolik maqsadlari uchun 3.67% bilan cheklashni nazarda tutishi mumkinligi aytilmoqda. Qayd etilishicha, bularning barchasi Xalqaro atom energiyasi agentligi nazorati ostida amalga oshiriladi.